Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Si Zinpin Trampning mashhur alfa usulini barbod qildi. Zelenskiy rafiqasi bilan ajrashishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rossiyadagi mitinglarda qatnashgan migrantlar deportatsiya qilinishi mumkin. Biz yirik jahon super qudratiga aylanish arafasidamiz, Netanyahu. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Si Zinpin Trampning mashhur alfa usulini barbod qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Pekinda o'zining odatiy kuchli qo'l siqish usulini qo'llashga uringan. U ko'pincha mazkur harakati bilan suhbatdoshini muvozanatdan chiqarishga harakat qiladi. Ammo bu safar uning bu taktikasi ish bermagan. Si Zinpin kuchli bardosh ko'rsatib, Oq uy rahbariga ustunlik qilishga imkon bermagan. Zelenskiy rafiqasi bilan ajrashishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarlarga ko'ra, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rafiqasi Yelena Zelenskaya bilan ajrashish arafasida ekani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, unga Kiyev yaqinidagi Dinastiya elita turar joy majmuasidan kottej qoldirilishi rejalashtirilgan. Shu bilan birga Dinastiya loyihasi korrupsiya va pul yuvish ishlari bilan bog'lanayotgani, mazkur ishda Zelenskiyga yaqin shaxslar nomi ham tilga olinayotgani aytilmoqda. Ukraina tomoni hozircha bu xabarlarga rasmiy munosabat bildirmagan. Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz Eronga qarshi operatsiya tez orada qayta boshlanishi mumkinligini aytdi. Bu kampaniya maqsadlarini shunday yakunlashimiz kerakki, Eron endi Isroil va AQSh mavjudligi uchun tahdid tug'dirmasin, dedi vazir. Rossiyadagi mitinglarda qatnashgan migrantlar deportatsiya qilinishi mumkin. Rossiya Davlat dumasi ruxsatsiz mitinglarda ishtirok etgan va Rossiya armiyasini obro'sizlantirgan xorijliklarni mamlakatdan chiqarib yuborishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini 13-may kuni birinchi o'qishda qabul qildi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Hujjat Rossiya ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksiga 58 ta yangi modda kiritishni nazarda tutadi. Ular asosida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar deportatsiya qilinishi mumkin. Qonun loyihasida Rossiyaga qarshi sanksiyalar chaqirig'i, hududiy yaxlitlikni buzishga undash, ruxsatsiz ommaviy tadbirlarda qatnashish, ekstremizmga oid chaqiriqlar hamda noqonuniy va buzg'unchi ma'lumotlar tarqatish kabi holatlar ham javobgarlik asoslari sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, ekstremistik va natsistik ramzlarni targ'ib qilish, nafrat va adovat qo'zg'atish hamda ommaviy axborot vositalari erkinligini suiiste'mol qilish hamda deportatsiya sabablari qatoriga kiritilgan. Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin bu choralarni migratsiya sohasida tartibni tiklash deb izohlagan. Qonun loyihasi endi 2 va 3 o'qishlarda ko'rib chiqiladi. Rossiya so'nggi yillarda migratsiya siyosatini sezilarli darajada kuchaytirmoqda. 2024-yilda Crocus City Hall'dagi terrorchilik harakatidan so'ng xavfsizlik choralari yanada qat'iylashgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu hujumda 150 kishi halok bo'lgan, 600 dan ortiq odam jarohat olgan. Shundan keyin migratsiya qonunchiligi yanada kuchaytirilib, soxta nikohlar orqali yashash ruxsatini olishga qarshi choralar kuchaytirilgan. 2025-yildan boshlab esa ayrim deportatsiya qarorlari sudlar emas, balki ichki ishlar organlari tomonidan qabul qilinadigan tizim joriy etilgan. Biz yirik jahon super qudratiga aylanish arafasidamiz, Netanyahu. Biz mutafakkir aytganidek, to'g'ri, Rossiyada aytilgan Isroil davlati kichik super qudrat, ammo u baribir super qudratdir, dedi Isroil bosh vaziri. Tramp Oq uy haqida savol bergan jurnalistni haqoratladi. AQSh prezidenti Donald Tramp CBS News'ning Oq uydagi raqs zali qurilishi haqida savol bergan jurnalistni ahmoq deb atadi. CBS News o'zining Instagram sahifasida holat aks etgan videoni joyladi. Tramp jurnalistning loyiha nega dastlab aytilganidan 2 baravar qimmatlashgani haqidagi savolidan so'ng biroz qizishib ketgan. Men uni 2 baravar kattalashtirdim. Ey ahmoq odam, siz aqlli odam emassiz, degan prezident. Shuningdek, Tramp qurilish uchun byudjetdan kam sarflanayotganini ma'lum qilgan. Men uni kattalashtirdim chunki bunga aniq ehtiyoj bor edi va hozir biz byudjet doirasidamiz. Hatto byudjetdan kam sarflayapmiz va ishlar jadvaldan oldinda bormoqda, degan Tramp.
Rossiyada o'zbekistonliklar bangladeshliklar bilan mushtlashdi. 12 may kuni Rossiyaning Leningrad viloyati Kirov tumanidagi qo'rg'onda joylashgan parranda fabrikasida O'zbekiston va Bangladeshdan bo'lgan ishchilar o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Qayd etilishicha, janjal Snyavitskaya parranda fabrikasida yuz bergan. Mushtlashuvda qariyb 60 kishi ishtirok etgan. 20 nafar ishtirokchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 7 nafari og'ir ahvolda. Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha Ichki ishlar bosh boshqarmasining Fontanka nashriga ma'lum qilishicha, mushtlashuvdan so'ng eng faol ishtirokchilardan 12 nafari politsiya bo'limiga olib ketilgan. Rasmiy xabarda ular 21 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlaridan birining fuqarolari sifatida ko'rsatilgan. Politsiyaning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, nizoga og'zaki kelishmovchilik sabab bo'lgan. Fontanka korxona ijrochi direktori bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan, biroq u mushtlashuv sabablari, ishtirokchilar va jabrlanganlar soni haqida savollarga javob bermasdan suhbatni to'xtatgan. Keyinroq parranda fabrikasi direktori jurnalistlarga sodir bo'lgan voqea o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Hozircha izoh yo'q deydi u. Hozirda voqea tafsilotlari aniqlanmoqda. Politsiya jinoyat ishi qo'zg'atish masalasini ko'rib chiqmoqda.